Allohdan deb bilishlikka, iymon keltirishlikka chaqiriladi. Deganda ba'zi birlarimiz o'qib, oliy ma'lumotli bo'lib yoki bir kasb hunarni o'rganib, bir yaxshi ishni qilib, uylar solsa, joylar qilsa, mashinalar minsa, qo'shimcha binolar qilib, obro' mansab topsa, buni men o'zim qildim demang. Buni Xudo sizga berdi. Agar Xudo bermaganda siz bir barmog'ingizni qimlatolmasdingiz. Bir kala choyni bismillah deb icholmasdingiz. Xudo xayriyatni berdiki, sizga shunaqa obro'ni, shunaqa mansabni, shunaqa uyni, shunaqa mashinani, shunaqa cho'ntagingizda pulni Xudo berdi. Va sharrihi, agar boshingizga bir musibat kelsa, falonchi aytib qo'yuvdi, meni nalog ushadi, departament to'sdi. To'kinchi menga bir narsa qiluvdi, falon bo'ldi, anoni iti tishlab oldi, yo menga anoni kasal yuqdi deb o'zgalardan to'ngamang. Bu ham Allohning irodasi bilan. Bir qilmishingiz bor ediki, Xudoy taborak va taolo shuni yubordi. Kimdir tilini og'rituvdingiz. Qasdir mu'minga bir g'araz ko'z bilan gapiruvdingiz. Qasdir masjidga, madrasaga bir yomonlik qilib qo'yuvdingiz. Yoki ota-onangiz rizoligini topmadingiz. Yo akangiz diliga ozor berib qo'yuvdingizki, Xudoy taborak va taolo mana shu dunyoda bir musibatni yubordiki, mashim bilan sizni tarbiyalayman deb Xudo yubordi. Buni ham bilmasdan o'zgalardan to'ngiz, falonchini bir nimasi bor edi, mana menga dushmanlik qilib aytib qo'yibdi, yo oqib qo'yibdi, ko'q qo'yibdi, men ishimga balo tushdi, oqoldim, ko'kildim. Yo'q, bu val qadaru xayrihi va sharrihi minallohi taala. Yaxshilik va yomonlik ham Alloh subhanahu va taoloning irodasi bilandir. Minallohi taala val hisabi val mizan val jannati wan nar haqqan. Albatta Alloh subhanahu va taolo bizlarni qilgan amallarimizni mezon torasida qiyomat kuni tortadi. Yaxshi amalimiz ko'p bo'lsa jannatiga dohil qiladi. Agar chandiki yomon amallarimiz ko'p bo'lsa do'zax o'tiga giriftor qiladi. Albatta Alloh subhanahu va taolo bizlarni hayotda nima qilmoqligimiz, qanday yashashligimiz, qanday turmush kechirishligimiz haqida Qur'onda batafsil bayon qildi. Nima bizlarga halol, nima harom, ya'ni mu'minlarga nima mumkin emasligini Xudo aytdi o'zi. Payg'ambarimiz alayhisalom orqali ta'lim qildi. Endi bizlar qanday hayot kechiryapmiz? Biz bahalimiz. Bir-birimizga bahallik qilamizki, o'zimiz qilayotgan yaxshilik ikkinchimizga ko'rmaymiz. Misol uchun bir darvozadan kirib chiqamiz, bir dasturxonda taom yeymiz. O'sha xotinimiz bilan, o'sha qizimiz bilan, o'sha o'g'limiz, o'sha kelinimiz, o'sha yaqinlarimiz bilan bir dasturxonda taom yeymiz. Qishda sovuq kunlarda pana joyga o'tamiz, issiq uyda. Yozda issiq saraton kunlarda salqin joyda. Boshimizga bir og'ir kelsa, bir-birimizni holimizdan xabar olib turamiz. Bir darvozadan kirib chiqib yuramiz u, o'zimizla masjidga chiqib namoz o'qiymiz, na o'g'limizga, na qizimizga namoz o'qigin deb buyurmaymiz. Bahalda shunaqa bahalimizki, cho'ntagimizga pulimizni beramiz, pensiyamizni yig'ib beramiz. To'yini qilib beramiz, uyini solib beramiz. Lekin jannatdek degan ulkan bir maqom ne'matga yetalab olib ketmasdan baxillik qilamiz. Xudoy taborak va taoloning jamolini ko'rishlikka orzu qilamiz. Rasulullohning shafaatini topishlikka orzu qilamiz. Lekin biz bilan hamtovoq bo'lib turgan o'g'il qizlarimizga nazar solmaymiz, ularni ibodatga chaqirmaymiz. Sabab nima? Sabab shuki bolalarimiz bo'ysunmaydi. Agar bolamizga ertaman turgizib, soat 6 turgizib, tur bolam, namozingni o'qib ol desak, bilamiz turmasligini. Aytmaymiz. Endi bolamizga aytaylikki, bolam, bo'zaydi, bozor kuni olib chiqib sotib kelaylik, o'yg'atmasam sahar soat 4 da turib chiqib sotib keladi. Allohning rizoligini topish uchun ish buyursangiz qilmaydi. Dunyo vazifasini yuklasangiz qiladi. Sinab ko'ringda, o'g'lingizga bir eskisdagi bir mashina g'ishti tushirib qo'yib ayting, bolam, shu g'ishti tashib qo'ysang ozodsan, nima ishing bo'lsa qilaver deng. Bolam, mana namozni o'qib qo'ysang ozodsan, bemalol yuraver desangiz, namoz o'qigani hali tahoratim yo'q, hali anaqa qilishim kerak deb vaqtini o'tkazadi.
Lekin og'ishingiz vaqtda tashib qo'yadi. Nimaga? U biletga chiqadi endi. Endi bilasiz guzarga chiqadi. Endi bilasiz to'rt-to'rtdan yig'ilib olib Kergiliga boradi. Endi bilasiz uni vin ichishini, endi uni bilasiz aroq ichishini, endi uni bilasiz pivo ichishligini. Endi o'zingiz e'tibor bering-da siz gapingizni qabul qilmayotganini. Omi sodda bo'lsak, ilmimiz yo'q bo'lsa ham bolamizni tarbiyatganimizni aytganmiz. Bolam, ichma, chekma, yomon yo'lga yurma, qimor o'ynama, fohishavozlik qilma, yomon odamlar bilan qo'shilib yurmagin, qiblaga oyog'ingni uzatma, toza suvga tupurma, kattalarning oldida yomon so'zlarni gapirib mahmadonalik qilma, qiblaga oyog'ingni uzatma, dasturxonda boshalan o'tirma deb tarbiyaladingmi? Endi kuzating, shu narsani aytgandan keyin bolangizni kuzatingchi, qaysi birini qilyapti ekan? Chekma degan o'lish chekyaptimi? Ichma degan o'lish ichyaptimi? Borma harom tovoq ular bilan yurma deyapsizmi? Yuryaptimi? Qiblaga oyog'ingni uzatma deyapsizmi? 2 marta uzatadi. Boringizda ham uzatadi, yo'qingizda ham uzatadi. Yotib ovqat yema deysizmi? Yotib ovqat yeydimi? Hojatxonaga kirganda bitta abdasta bilan kirdiysizmi? Otib olsa ham abdasta ushamaydi u. U madaniy. U o'zini shu bilan toza deydi. Abdasta ushagan odamni so'pi deydi u. Abdasta ushagan odamni bu orqada qolgan deydi. O'sha orqada qolgandi a'zosi onovi o'zini kuntunli tozaman deb yurganda betidan toza. U ertaman betini 1 marta yuvsa, kunda 5 marta yuvadi. Ey bolam, qorong'ida ko'chada yurma desangiz qiladimi? Bismillah yurma desangiz bismillah yuradimi? Mana shu aytmaganlaringizni qilmaganlik uchun bolangizga qanaqa jazo ko'rdingiz? Nima hayfsan berdingiz? Nima qildingizki siz o'sha bolani to'g'ri yo'lga soldingiz? Hech narsa qilmadingiz, rozi bo'lib o'tiribsiz. Endi ko'z oldingizga keltiringki, bolani xuddi shunaqa zalolatga ketishiga rozi bo'lib o'tirgan bo'lsangiz, qiyomatda Alloh subhanahu va taolo sizni jamlab o'tkazib olib, savol javob qilganda o'zingizni so'rab bo'lgandan keyin xotin bola chaqangiz uchun javob berasiz. O'sha qo'chqar deb baqqan o'g'lingiz, marjon deb tarbiyalagan qizingiz, gavhar deb bo'lgan xotiningiz qiyomat kuni shu bo'yningizga osilib aytadiki, "Ey yediribsan, ichiribsan, kiydiribsan, gapga qo'shdingiz, chimyonga obordingiz, shahmardonda qo'chqar so'y berdingiz, yangi chiqqan ko'ylaklarni kiygizdingiz, zo'r mashinalarda aylantirib yurdingiz, baland binolarda olib o'tirdingiz, gaplarga qo'shib qo'ydingiz, kassalari bilan hamma yo'lda yurdim-u, kechasi kunduzi xizmatingizni qildim, bolangni baxtim, kiringni yuvdim, ovqatingni pishirdim. Sen nimaga meni Xudoyimni tanitmading? Nimaga menga Qur'onni o'rgattirmading? Nimaga namozga chaqirmading?" desa nima deb javob berasiz? U kuni qochasiz xotindan. Dardingizni aytgan, hamyoshligingiz bo'lgan, og'iringizda yoningizda turgan, yengingizda yoningizda turgan, xursandchiligini bildirgan xotin o'sha kuni quvlaydi orqangizdan, qo'lida olovdan bo'lgan zanjirda olib, xuddi haligi yayloqda yurgan otni sitmaq bilan ushaganda singari sizni bo'yningizga ham olovdan bo'lgan arg'amchini ko'tarib, to'xtang, Qobiljon akam aka, yedirib, ichirib, kiydirgan menga Xudo tanitmagan, maka lottuvoz deydi o'sha yerda. Erkayman deb yurargan ekansan, nimaga meni Xudoyimni tanitmading deydi. Endi hali o'g'illar xatna to'ylar qildingiz, nikoh to'ylar qildingiz, kandaylar tomga chiqarib, chovdirib, hammani chaqirib ko'rib qo'yinglar. Meni o'g'lim qizil to'y qilib, stol tagiga chiqib, hammaga xotinini risobga qilib, tomosha qildirib, maza qilib osh beryapti deb haligi yurgan o'g'illar, yedirib, ichirib, uydirgan o'g'illaringiz qiyomat kuni aytar ekan, "Ey ota, yedirding, ichirding, kiydirding, uylading, joylading, alohida uchastkalar qilib berding, zo'r o'qishlarga olib kirding, kamini to'lading, qiymatini berding, obro' mansab otiga mindirding-u, nimaga menga Rasulullohdek zotni tanitib qo'ymading? Menga shunaqa imkoniyat Xudo berdiki, seni gunohingni kechaman, bir shartim bor, shu turgan payg'ambarlarning ichida o'zingni payg'ambaringni tanib olsang, gunohingdan kechaman deb shart qo'yuvdi. Men